gilam sotsang qo'shningga sot, bir chekkasida o'zing o'tirasan degan gapni bu uyda egalari eshitgan ekan, lekin amal qilishmabdi. Yaxshi ham, chunki bu uyimiz sizga tegishi mumkin. Bugungi obzorimiz Angren shahar 3.2 dahasini 9-domidan bo'ladi. 4-qavatga chiqdik, mana 4-qavatdamiz. Xo'p, uyda obzorini boshlaymiz unda. Katta eshigimizdan shundoq kirib kelganimizda akalar, o'ng tomonimizda sanuzelimiz joylashgan. Hozir sanuzelimizni ko'rsatib o'taman. Undan oldin ko'rishlaringiz mumkin, jidkavoylar qilib qo'yilgan. O'rtacha holatda remontlarimiz. Xo'p, qani unda sanuzelga kiramiz. Eshigimizni ochganimizda mana ko'rishlaringiz mumkin. O'rtacha holatda hojatxonalari bilan dushovoyi bitta holatda bo'lgan. Sharoitlari bo'ladi. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin, hop, o'ng tomonga yana yuradigan bo'lsak, oshxonamiz joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda o'tirib mana ikki kishi, o'zi bir xonali kvartira bo'lgani uchun katta oila emas, kichkina oilagina bo'lib turib, yangi oila bo'ladigan bo'lsa, ular o'tirib choylar ichib olsa bo'ladi va eng nima deydi, e'tiborli tomoni bu yoqda kuxni garnitur deymiz. Bular qo'yilmagan. Kim yashamoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'ziga moslab chiroyli holatda yasattirsa bo'ladi. Bu yoqqa chiroyli qilib turib ustalar bor, yasab berishadi. Gazlarimiz bor. Xo'p, suv, svetdan muammosi yo'q. Ayniqsa mana bu vid juda ham chiroyli. Ko'rinishga gap yo'q. Nimasi desangiz, mana quyosh botayotgan vaqtda manzara mazza-ku, ko'rib turib. Mana bu tomonimizda 10-maktabimiz bor. Hozir balkon tomonga o'tganini ham ko'rsataman. Bu yoqda Nur to'yxonasi bor va 3.2 hammomi bor bu yoqda. Shularni shundoqqina oldida quyosh botish manzara, mazza, romantika, ayolingiz bilan o'tirib olib yosh oila bo'ladigan bo'lsa, juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p, bundan keyin endi asosiy xonamizga o'tamiz. Bu asosiy xonamiz, zalimiz. Mana asosiy zalimizga ham kirib oldik. Asosiy zalimizni ko'rishingiz mumkin. Hozir ozroq qoraloq bo'lib ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Chirog'imiz oddiy qo'yib qo'yilgan. Xo'p, xonamiz 5 ga 3 holatda. Eniga 5, bo'yiga 5, eniga 3 holatda. Mana oynalarimiz bor. Oynadan ham tashqari boya aytganimdek, quyosh botishlari juda ham ajoyib holatda ko'rinib turadi. Xo'p, mana xonamizni ko'rishlaringiz mumkin, katta holatda. Bu yoqdan o'sha tashqaridan kirib keladigan eshik bo'ladigan bo'lsa, mana bunisimiz esa balkonga o'tadigan joyi. Remontimiz aytib o'tganimdek boyagidek o'rtacha holatda, juda yomon emas. Kirib turib yashasa bo'ladi. Bir ikkita joyini o'zgartiradigan joylari bor, to'g'ri. Qolgani umuman yashasa bo'ladigan yaxshi sharoitda. Bundan keyin mana bu yoqqa nima deydi, balkonimiz bor ekan. Balkonga o'tamiz. Balkonimizga o'tganimizda ham ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz ham ancha katta, 6 ga 1,5 holatda ekan. Mana kattagina tapchanlari bor. Ayniqsa boya aytgandek, yosh oilalar bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa o'sha eski narsalarni taxlab qo'yib, bu yoqqa o'sha yoz kunlari mazza qilib o'tiradigan, ayniqsa bolalari bo'ladigan bo'lsa, o'sha yosh oilalarimizni mana bu yerda maktabga bergandan keyin mazza qilib, ko'rib, xavotir olmasdan o'tirsa ham bo'ladi. Mana bolalar stadionda o'ynayotganini ham ko'rib o'tiraverasiz bemalol. Undan tashqari maktabdan kelyaptimi, yo'qmi deb xavotir olmaysizda, bemalol chiqarib olib o'tirasiz. Boya aytganim, bu yoqdan yana ham chiroyli ko'rinadi quyosh botishi. Mana shunaqa holatda. Xullas, 3.2 bir xonali kvartiramiz. Ushbu kvartiramizning narxini uyimiz egalari 20.500 deb baholashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga opisaniyada telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib turib aloqaga chiqadigan bo'lsalaringiz, yana ham to'liqroq ma'lumotni beramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. YouTube kanalimizda hali bunga o'xshagan ko'plab uylarni qo'yib boramiz inshaalloh. Va mana shunaqa Angrendan bir xonali uy olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'yadigan bo'lsalaringiz, ularning ishini ancha yengillashtirgan bo'lasiz. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda nasib ko'rishamiz.